Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam berkingan g'orga kelganmiz. Bu g'or nomi Savr g'ori va u Savr tog'ida joylashgan. Bitta shuni atrofni ko'rsatib borasiz. Makka shahri 360 gradus shundoq ko'rinib turar ekan, kafti 1800 metr balandlikdamiz. Hozir sizlar bilan birgalikda kirib ko'ramiz. Bismillah. Bismillah. Qaranglar, mana bu yoqlarda ham odamlar yozib ketishgan, nimalar yozishgan, o'zliklarining ismlarini yozishgan bilmaymiz, lekin shuni o'tirib, mana shu joyga kirganingizdan shuni sakinat bosadi. Bu joyda nima bo'lgan? Makka mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiqni quvlab kelgan paytlari ular mana shu g'orga kirib berkinishgan. Shunaqa darajaga yetib borganki, ular shuni egilib oyog'ini tagiga qaraganda ko'rib qolish bo'lgan holat bo'lgan, lekin Allohning fazli marhamati bilan ular topisha olmagan va 3 kun shu joyda jon saqlab, oxir oqibat sog'-salomat chiqib ketishgan. Ya Alloh, shu joylarga yetkazganing o'zingga deb hisob shukr. Odamlar dunyoning har tarafidan shu joyga kelib, ziyorat qilib, namoz o'qib, aylanib, haqlariga duo qilib yana qaytib ketishar ekan. E'tibor bergan bo'lsanglar, tepadagi yozuvlarni bir xilla silab o'pishadi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'sha 3 kun boshpana bo'lib, Alloh fazli bilan 3 kun himoya qilganini hisobiga kim bilan kelishlikni niyat qilgan bo'lsangiz shu joyga, hammaga demayman, eng yaqin insonlaringizga jo'natib qo'ying. Inshaalloh shu yil oxirigacha, balki shu yaqin kunlarda Allohning baytiga kelgan paytingizda обязательно shu joyga kirib o'tinglar. Nasib qilsa hammaga. Bu joy haqida yana nimalarni bilasizlar? Yozib qoldiringlar. Like bossangiz chiqmasin. Hammaga rahmat.